Buni hamma sinfdoshlari yo qamalib ketgan bo'ladi, yo giyohvand moddaga berilgan bo'ladi, yo qotil bo'ladi, yo qochoqlikda bo'ladi. Bitta bu jamiyatdagi 3 ta qatlamni ko'rgan odam bo'lib qoladi va yetib keladi, inshaalloh yozadi. O'sha yerda u bitta narsani kuzatadi. Ivy League'da talabalarning ko'pi nasha yoki narkotik iste'mol qilishni ko'radi. Ichimliklarga ichimlik ichishni ko'radi. Vino, aroq, tequila, keyin savol beradi. Siz qo'rqmaysizlarmi deydi. Bu narsadan, bu giyohvand moddalardan qo'rqmaysizlarmi? Nashadan qo'rqmaysizlarmi? Endi o'rganib qolsanglar nima bo'ladi deydi. Keyin ular aytishadi. Men tashlab yuboraman deydi. Men talabalik sho'xligi. Bu ertaga men bitirishi bilan tashlab yuboraman. Ana ota-onamda ham shunaqa bo'lgan, mana akamda ham shunaqa bo'lgan. Hech narsa emas bu. Keyin Rob aytadiki, rostdan ham tashlab yuborishdi deydi. Bu ularga rostdan ham shunchaki bir ko'ngil xushli sho'xlik bo'lgan ekan, tashlab yubordi hammasi. Lekin meni o'rtoqlarim, men katta bo'lgan kvartalda u bir marta giyohvand moddadan totib ko'rsa, bir marta nashani totib ko'rsa, uni hayoti barbod bo'lib ketardi. U ishlardi, topgan puliga shu narsani olardi. Ichkilikka ro'ja qo'yardi, addiction, ya'ni o'rganib qolish baland bo'lardi. Keyin menda u bir-biriga ulandiki, balki texnologiyada ham shunaqadir. Ya'ni bolasiga 1 yoshdan smartfon berayotgan odam, qachonki u bolasiga boshqa narsalarni ham taqdim qila olsa, bola mana telefon o'ynaning, endi tur, ketdi, ot minib kelamiz. Bo'ldi, endi mana qor yog'ida ertaga chang'i uchganda chiqib kelamiz. Bo'ldi, buni qildingmi, endi yur, anaqa qilamiz. Sahroda bir ozgina safari qilib kelamiz. Yur, Turkiyaga borib aylanib kelamiz, Bosforda kofe ichamiz desa, bola uchun smartfon u bitta narsa, u shunchaki o'yinchoqlarning bittasi, u unga o'rganib qolmaydi. Targ'ib qilayotganlar, lekin shunaqa odamlar. Meni bolalarimda bo'lmayapti-ku deydi. Sana bolalaringda bo'lmayapti. Lekin Rob Henderson aytgandek, boshqa narsani taklif qila olmaydigan bolalarga bersak uni, ya'ni biz o'rta qatlam deylik, ya'ni ishchi qatlam, otasi ham, onasi ham ishlaydigan yoki bemalol shunday samolyot biletini olib boshqa yoqqa uchib keta olmaydigan odamlarda o'rganish paydo bo'lishi mumkin. Chunki hayotidagi eng zavqli narsa uni shu telefon bo'lib qoladi.